Assalomu alaykum. Kanalımızı kuzatib o'tirgan do'stlar. Hurmatli mijozlar. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Urganch shahrida, Urganch tumanida 39 kollejimizni yonidan kirib kelgandan keyin shu yerda bir yangi domlar qurilgan. Parkovkalar ham hamma narsasi ajoyib. Shu domimizda 90 kvadratli yurtdoshlar hovli joyini kerak yo'q bu joyimizda. 3 xonali ekan. 3 xonani 4 xona qilib qo'ydilar. Yana qo'shimcha shu durgan shu joyimizni 1 2 3 4 oynasi shu joyimizni polni teyip podvali o'zini deyishlar yurtdoshlar. Joyimizni bismillahirrohmanirrohim podizimiz bu. Podizimiz yurtdoshlarning podval ham shu podvaldan kelsangizlar shuni teyip yurtdoshlar o'zini teyip o'zini qarashi 90 kvadratli narxi 5 milliondan da tutdi kelishib biladi. Yurtdoshlar, tak. Birimizde, garaj podizlerimizde 4 eshikli ekan. 1 2 3 4 eshikli. Korobka holatida turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Kirgandan uzun prixoshka bo'ladi ekan yurtdoshlar. Bu yonimizda bir xonasi ekan. Yurt turganlaringizdan bir xonasi ekan. Endi bir narsa aytaman, oqarib turganlar hozir bizning videoda oq bo'lib tushdi, bu lekin oq ya zeng emas, yana emas. Bu hek urganlar, hekni nasi chiqib turibdi belə. Yurtdoshlar, hek suvoq urilgan. Hek suvoq urilgan, ya bu zenglab yotgan yo'q, nat turmaydi. Eldindan aytib o'tib ketin. Ko'pisi bu kommentariyada yozadi, zenglabdi, na deb. Zenglagan emas, kelib yuraveringlar. Gelip yurib tekshirib olaveringlar joyini. Kavshlarni buzib natib ko'ringlar yurtdoshlar. Ko'p odam shuningdek misoli, ko'p mijozlarim shuningdek. Bu yonimizda yana bir xonasi. Birimiz spalnisi. Yanada. Bizning yana ko'rib turganingizda bu yerda yana hech narsasi yo'q. Videoda ko'rib turganingiz oq ko'rsatib turibdi berni. Lekin u oq zang pang emas, hamma narsasi ajoyib. Bu yerda pris yo'q, ne yo'q. Yurtdoshlar. İşi ko'rib turgan joylaringizda hamma shunchayni teyini podvali shu joyga deyishlar ekan. Joyni olib podvalni olib qo'ydi ekan yurtdoshlar. Berimiz ayollarimiz uchun oshxonasi. Ko'rib turganingiz gaz nalar tushib turibdi ajoyib. Hamma narsasi remote qilib bersangizlar dim zo'r bo'ladi. Yurtdoshlar, bu yerimizda ko'rib turganingizdek berimizda 2 xona qilib qo'ydilar berni. Xohlasangiz prigorodga olib tashlab, ulli spalni qilib qo'ysam bo'ladi. Xohlasangiz shunda spalni qilib qo'ysam bo'ladi yurtdoshlar. Meni bir prixoshka aytaman katta garderob qo'yaman deb o'zi niyat etgan ekan. Hozir bir sabablarga ko'ra joyni sotib chiqartibmiz. Xudo xolasa olganlarga nasib etsin, to'lanib o'tirsinlar. Berimiz samovizelimiz, hojatxonamiz. Samovizelimiz ham endi ko'rib turganingizdek katta. Bu yerda prixoshka qilib qo'ydilar. Bu yerda samovizelimiz ham hamma narsasi tayyor. Dokumentlar ham 100% tayyor bo'lib turibdi. Birlamchi kredit asosida beriladi. Birlamchi kredit asosida beriladi. Joyimizning narxi 5 milliondan kelishib beriladi. Kvadrati 5 milliondan kelishib beriladi. Yurtdoshlar. Joyimiz sroshi sotuvda. 90 kvadrat. Hisob kitobini ko'rib telefon qilaveringlar.